Qonimga siqqan nima? Uyimga sig'maysanmi? Qoningga sig'may qolsa o'sha seni qizing. Shuna deyapti onalar hozir. Qonim tor qoniga siqqan ekanmi, endi keyin uyimga sig'maysan, sig'adi. Unaqangi qizingdan 50 ta sig'adi. Bitta sig'ish rol o'ynamayapti. Uni erta o'ti innini ersiz qolgan qizing nima bo'ladi degan savol. Ota o'zi aytayapti. Otani gapini qarang, qori qizim oilasi buzildi, bitta bolasi bor. Bitta bolasi degani bor, ya'ni 20-21 yashar degani. Kirgildan do'molab olib chiqib qo'ydim deyapti. Bu nima bu? Bu do'kon ochib berishda tayyor. Nimadir tushunish mumkin buni? Bugun shu boshida do'ppisi bor, masjiddan chiqib gapirayotgan bitta namozxon, bir g'urursiz, hamiyatsiz bitta dada ham deb bo'lmaydi. Manikenning gapi bu.